Savr tog'iga keldik. Hozir sizlarga 50 go'shtimizni aytib beradilar. Savr ekan. Bo'ldi, hamma kelib bo'ldi inshaalloh. Shuncha odam. Hurmatli jamoat, alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasulillah. Ko'rib turgan tog'imiz Savr tog'i hisoblanadi. Savr nomi nimaga berilgan? Tepadan qaraganda Savr, ya'ni sigirga o'xshash tog'ligi uchun Savr tog'i deb nom berilgan. Bu yerda tarihi haqida gaplashsak, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam va eng yaqin do'stlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu makkalik mushriklardan berkingan g'orlari haqida gaplashamiz bu yerda. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga safar qilayotgan vaqtlarida xuddi shu g'orga kelib to'xtaydilar. Va bu yerda 3 kecha-yu 3 kunduz qoladi eng yaqin do'stlari bilan. Bu yerda sizlarni ko'p olib o'tirmayman.